Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshi ko'rgan insoningiz sizga nisbatan qanaqa his-tuyg'ulari bor? Hozir hammasini ko'ramiz. Nima xohlaydi u sizdan? Ayta olmagan gaplarini hammasini aytsin. Hozir meni kim qarayapti? Kim bu inson? Signifikatsiyangizni ko'ramiz. Sizga to'g'ri keladimi, yo'qmi? O'zingizni taniysizmi, yo'qmi? Orzulari uchun kurashayotgan inson. Yaqinda siz yulduz bo'lib porlaysiz. Juda ham tez hozir hayotingizda o'zgarishlar ketyapti. Ko'p orzularingiz amalga oshadi. Anchadan beri kutgan orzularingiz. O'zingiz ham hozir yaqinda media, intermedia va televideniya, radio orqali, blog orqali o'zingizni zo'r topasiz. Siz uchun, agar siz o'zingizni tanigan bo'lsangiz, bu siz uchun rasklad. Endi siz yaxshi ko'rgan inson sizga nisbatan qanaqa his-tuyg'ulari bor? O'ylang. Ismini, yoshini o'zingizga ayting. Rezoznans kuchli bo'lsin deb o'zingizga yoshini, ismini ayting. Qanaqa his-tuyg'ulari bor? Voy. Sizni oilam deydi. Sizni yaxshi ko'radi, juda ham. Sizga nisbatan hamma iliq tuyg'ulari. O'z-o'ziga xafa bu inson. Harakatsizlanib qolgani uchun hozir hamma mana shu tishinani, mana shu jimlikni buzaman deyapti-da. Sevishimni aytaman deyapti. Rosa ham yaxshi ko'radi, sevadi. 3 ta hissiyot kartasi chiqdi. Siz uni juftisiz. Sizga bor hamma hayotidagi, yuragidagi iliqliklar, mehr, muhabbat siz uchun. Nima o'ylayapsiz haqingizda? Qanaqa sovg'a bilan kelsam ekan deb boshi aylanyapti, boshi og'riyapti. Yangitdan boshlamoqchi. Munosabatlarni yosh boladek. Yosh katta bo'lsa ham ancha yosh boladek u o'zini tutadi. Lekin juda ham beg'ubor, unda hech qanaqa yomonlik yo'q. Uni siz gapirmagan jimligiga xafa bo'lmang. U shunaqa inson, chunki uni professiyasi buni talab qiladi. Seryozni bo'lishni talab qiladi. Aslida u beg'ubor, yosh boladek, ko'ngli doim yosh. Nima qilmoqchi sizga nisbatan? Kelmoqchi. Keladi yaqinda. U siz oldingizga keladi. O'zini g'olib his qiladi. Bu unga juda ham katta kuch beradi, lekin u meni yaxshi ko'rarmikan? Bu hammasi meni illyuziyalarim emasmikan deb o'ylanib o'tiribdi. Kelsam nima deydi? Men unga kerakmanmi deydi. Lekin juda ham tez keladi yaqinda. Hozir SMS kelishi mumkin, telefon kelishi mumkin. Chunki shu karta tushdi. O'zingiz ishlaringiz bilan band bo'ling. O'zingizni yaxshi ko'rgan ishlaringiz bilan band bo'ling. Biznesingizga qarang. U inson yaqinda keladi. SMS keladi, birinchi keyin o'zi keladi. Kelishini aytadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, baxtli bo'ling.